Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz 4 xonali kvartiramiz bo'ladi. Manzili Dekkan bozor gipermarketning yoni. Zo'r tochkada silikatdan solingan joyimiz 4-etajında 4 xonali kvartiramiz. Qanasa ichkari qismi bilan donishib ko'rishsak. Hurmatli obunachilar, joyimizga yetib keldik. Her etajda 2 kvartir ekan. Yine 100% tayyor, doğru girib yashagan holatida remontlanib toza qilingan 3 xona 4 xona qilingan hurmatli obunachilar. Birimiz kuxni bo'lgan. Kuxnimizni balkon tarafiga ko'chirganlar hurmatli obunachilar. Birimiz ham mening ajoyib ulli spanimiz. Hurmatli obunachilar. Girish xoti ishlarimiz damir yaxshi sifatli ishlardan qurilgan. Bedelang shkafimiz joylashgan. Oyoq tilamiz taxta pol. Aboylar ham yaxshi sifatli aboylardan qilingan. Ne? Jaluzi perdalari bor. Lyustramiz ajoyib nasib turibdi. Balandligi ham baland hurmatli obunachilar. Mana. Yan tarafimiz yana bir zalimiz ulug' tushgan zallar ham. Beda nasi bor? O'zini kamenni pechi. Ajoyib qo'yibdi. Ayna panorama ayna qo'yilgan. Jaluzi perdalar nega? Mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Gipermarketning yoni hurmatli obunachilar. Aynalar ak ayna. Birimiz ham unda tushgan. Aynalar ak ayna. Yo'lning ustida bo'ladi. Bunday to'siqlar kamdan kam chiqadi. O'ng qo'limizda gipermarket edi. Hurmatli obunachilar. Gipermarket. Dekkan bozor hamma joyi udobli joyda, zo'r tochkada joylashgan. 4 etajli domning 4-etajida. Joyimiz 2000-yil solingan zo'r sosteniyada. Yine yerimiz spanimiz bo'ladi. Spanimiz ham aboydan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Yine jaluzi perdalar nega? Ajoyib aynalar ak ayna. 100% tayyor bo'lib turibdi. Yan tarafimiz vannasi. Vannasi bor. Ayaqlar kafe, dafatalqachalar kafe bo'lib turibdi. Muntazi bor. Vannasi bor. Aynasi ham bor hurmatli obunachilar. Raqamlasi bor hurmatli obunachilar. Aristolgan nega? Ataplenyalar ham bor. Bunda ajoyib nasoslar ham bor. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Zudlik bilan sotiladi, arzon bahoda. 450 million so'm hurmatli obunachilar. Bahosi men kuxni mebelari, gaz plitasi, hamma narsasi bor. Xonaliklari olib turib to'g'ri ijarada qilsangiz ham bo'ladi. Joyimiz narxi 450 million so'm hurmatli obunachilar. 3 xona, 4 xona qilingan hurmatli obunachilar. Birimiz ham mening ulli zal, 2 zal, 1 zal, ikkinchi zal, bu yerda spani, yan tarafdan spani bor. Yine yap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib edi. Qo'yibdilar. Aboylar ham tayyor. To'g'ri yerga yashab o'tiramiz. Oyoqlarimiz taxta pol. Zudlik bilan sotiladi hurmatli obunachilar. Yine joyimiz kim bo'lmoqligi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon urib to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammaga shunday joyda olish nasib etsin.